Salom hammaga. Urologiya moduli navbatdagi mavzuyimiz yallig'lanish kasalliklari, o'tkir va surunkali pielonefrit, sistit, prostatit, uretrit, orxid va epididimit haqida bo'ladi. Siydik yo'llar infeksiyasini biz klassifikatsiyalashda faqat o'tkir va surunkali yoki asoratlangan va asoratlanmagan turdan tashqari lokal va tizimli belgilarga qarab ham farqlashimiz kerak bo'ladi. Masalan, lokal infeksiya asosan sistit bo'lib, bemorda tizimli belgilar bermaydi. Tizimli infeksiyada esa isitma, titroq, beldagi og'riq, umumiy ahvolning yomonlashishi va laborator yallig'lanish belgilarini kuchli o'zgarishi kuzatiladi. Va bundan tashqari turli xavfli holatlar ham mavjud. Masalan, obstruktiv holatdagi kasalliklar, ya'ni masalan siydik yo'liga tosh tiqilib qolishi yoki kateter qo'yilgan bo'lsa bemorga, yoki homiladorlik holatlarida yoki immunosupressant bemorlarda, buyrak yetishmovchiligi holatlarida holat juda ham xavfli hisoblanadi va bu davoni va davo muolajalarini murakkablashtirishi mumkin. Ko'p urologik infeksiyalar pastdan yuqoriga ko'tarish yo'li bilan rivojlanadi. Masalan, bakteriya avval uretra atrofida yoki qovuqda ko'payadi. Keyin qovuq siydik nayi birikmasi, refluks yoki obstruksiya sharoitida yuqoriga ko'tarilishi mumkin. Ya'ni aytganimiz, qovuqda infeksiya miqdori ortib turgan paytda agar bemorda obstruksiya bo'lsa yoki refluks kasalligi bo'ladigan bo'lsa, u yuqoriga ko'tarilib buyrak parenximasigacha yetib boradi va buyrak parenximasini zararlab pielonefrit chaqiradi. Agar mana shu yo'lda obstruksiya bo'ladigan bo'lsa, siydikni drenaji buziladigan bo'lsa, infeksiya yopiq tizimga aylanadi va bosim ortib, antibiotikni yetib borishi qiyinlashadi va urosepsisning xavfi ortadi va organizmda urosepsis jarayoni kelib chiqadi. Shu sababli infeksiyada anatomik drenaj har doim tekshirilishi kerak. Sistit bu qovuqchilik qavatining infeksiyasi, yallig'lanishi. Odatda dizuriya, tez-tez isish va shoshilinch chaqiriqlar kabi simptomlar bilan keladi. Va bu yerda biz isitma bo'lmasligini aniq bilishimiz kerak. Ya'ni sistit lokal belgilar bilan kechadi, sistemik isitma bo'lmaydi. Isitma paydo bo'lsa, biz yuqori yo'llardagi yoki tizimli infeksiya haqida fikr yuritishimiz va unga tekshirib ko'rishimiz kerak bo'ladi. Agar bemor yosh, sog'lom, homilador bo'lmagan bo'lsa va ayollarda bo'lsa, tipik sistit ambulator davolanishi mumkin. Lekin homiladorlikda, qaytalanuvchi holatlarda, erkaklarda yoki bemorda agar kateterga ulangan bemor bo'lsa, bunda siydik ekmasini olish kerak va davo tanlashda mahalliy rezistentlik va oldingi antibiotik qabul qilish anamnezini hisobga olgan holatda biz antibiotik buyurishimiz kerak bo'ladi. Sistitni davolash. Lokal sistitda davo maqsadi simptomni tez yengillashtirish va ortiqcha keng spektrli antibiotiklarni ishlatishlikdan qochishdir, ya'ni ishlatmaslik. Va protokollarda ayollardagi sistit uchun asosan fosfamitsin, trametamol, nitrofurantoin, nitroksalin birinchi qator sifatda ko'rsatiladi. Aminopenitsinlinlar va ftorxinolonlarni oddiy holatdagi sistitda ishlatmaslik kerak, chunki ular rezistentlik chaqirib qo'yadi va organizmga zarari ko'proq, yuqori bo'ladi. Agar bemorlar aytib o'tdik, erkak bo'lsa, homilador ayol bo'lsa yoki bemorda isitma qo'shilsa, buni oddiy sistit algoritmidan chiqarishimiz kerak. Albatta, ekma olishimiz kerak va obstruksiyani xavfini aniqlashimiz kerak bo'ladi. Pielonefritda infeksiya qovuqdan yuqoriga o'tib, buyrak jomi va parenximasini zararlaydi. Bemor odatda isitma, titroq, beldagi og'riq, holsizlik, ko'ngil aynishi va qusish bilan keladi. Siydik tahlili va ekmasi davo uchun juda ham muhim. Bu holatda og'ir holatda qon ekmasini ham olishimiz kerak bo'ladi. Agar bemorning holati juda og'ir bo'lsa yoki homilador bo'lsa, immuniteti pasaygan bo'lsa yoki buyrakda tosh avval anamnezidan ma'lum bo'lsa yoki obstruksiyaga gumon qilinsa, albatta tasviriy tekshiruv usullarini kechiktirmasdan dastlabki ko'rikdayoq buyurishimiz kerak. Sababi pielonefritga biz antibiotikni berganimiz bilan, ya'ni ekib ko'rib siydikni, unga kerakli antibiotikni berganimiz bilan obstruksiya bo'ladigan bo'lsa, bu yopiq tizimni yaratgan bo'ladi obstruksiya siydik ayrish tizimida va drenaj qilinmasa bu holat tuzalmaydi. Pielonefritda davoni bemorni klinik og'irlik darajasi belgilab beradi.
Masalan, barqaror bemorda mahalliy rezistentlikka mos og'iz orqali antibiotik ishlatilishi mumkin. Lekin qusish, sepsis belgisi bo'lgan bemor yoki homilador bemor yoki immunosupressiya holatidagi bemorlarda bo'ladigan bo'lsa, ularda statsionar holatda vena ichiga antibiotik yuborish bilan davolanishi kerak. Dastlabki bemor shikoyat bilan kelganda biz ekma olishimiz kerak uni siydigidan va mana shu holatda ham antibiotik berishni kechiktirmasdan ceftriakson, gentamicin yoki piperacillin, tazobaktam kabi keng spektrli antibiotiklardan foydalanib turishimiz mumkin bo'ladi. Ekmani natijasi kelgach davo toraytiriladi va spesifik antibiotik buyuriladi. Agar obstruksiya aniqlanadigan bo'lsa, diagnostikada davoni faqat antibiotik bilan emas, balki siydik yo'lini stent yoki perkutan nefrostomiya bilan drenaj qilish ham amalga oshiriladi. Takrorlanuvchi infeksiyada har safar antibiotikni qayta yozish yoki ana shu antibiotik guruhidagi kuchliroq antibiotikni berish yetarli bo'lmaydi. Avval holat reinfeksiyami, ya'ni qayta infeksiyalanishmi yoki bakteriya o'sha joyda saqlanib qolyaptimi? Buni farqlab olishimiz kerak. Yoki mana shu qismga boshqa mikrob yangi bo'lib tushyaptimi? Va buni aniqlash uchun biz dastlab buyrakdagi tosh kasalliklarni, qovuqdagi qoldiq siydik hajmini, qovuq siydik-nayi reflyuks kasalligini yoki bemorda kateter bor yoki yo'qligini, obstruksiyani va immunosupressant bemorlar bo'ladigan bo'lsa, mana shunaqangi faktorlarni inobatga olishimiz kerak bo'ladi. Har bir qaytalanishda ekmani natijasi juda ham muhim, chunki rezistentlik davo taktikasini o'zgartiradi, ya'ni antibiotik tanlashimizda juda ham muhim. Va bu jarayonda faqatgina biz bemorga antibiotik berib davolash bilan birgalikda profilaktik choralarni ham bemorga tushuntirishimiz kerak. Masalan, yetarli miqdorda kunlik suvni ichish kerak va gigiyenaga amal qilish kerak bo'ladi. O'tkir bakterial prostatitda bemor ko'pincha yuqori isitma, titroq, oraliqdagi og'riq, dizuriya va ba'zan siydik tutilishi simptomlari bilan keladi. Rektal tekshiruvda prostata og'riqli va shishgan bo'lishi mumkin, lekin shuni eslab qolish kerakki, kuchli massaj qilib bo'lmaydi rektal tekshiruvda, sababi bakteriyemiya xavfi mavjud. Siydik ekmasini olishimiz kerak. Og'ir holatda qon ekmasi ham olinadi. Davolashda prostata to'qimasiga o'tadigan antibiotikni tanlash muhim, ya'ni aynan mana shu prostata to'qimasigacha yetib kelish kerak. Og'ir holatlarda vena ichiga keng spektrli antibiotiklar ham yuboriladi. Agar bemorda siydik tutilishi bo'lsa, uretral manipulyatsiyani ehtiyotkorlik bilan amalga oshirish, ayrim holatlarda esa suprapubik drenaj ham afzal bo'ladi. Surunkali bakterial prostatit odatda uzoq davom etuvchi chanoq yoki oraliq noqulayligi, dizuriya va eyakulyatsiya bilan og'riq yoki bir xil mikroorganizm bilan qaytalanuvchi siydik yo'llari infeksiyasi ko'rinishida keladi. Bu holatda qisqa antibiotik kurslari yetarli bo'lmaydi, chunki prostatit ichidagi o'choq qisqa antibiotik berganimizda saqlanib qolishi mumkin. Va protokollarda surunkali bakterial prostatitda siprofloksatsin va levofloksatsin kabi ftorxinolonlarni 4-6 haftaga buyurish tavsiya etiladi. Agar xlamidiya trachomatis yoki boshqa intrasellyular etologik patogen aniqlanadigan bo'lsa, doksisiklin yoki azitromitsin berishimiz kerak bo'ladi. Simptom saqlanib qoladigan bo'lsa, biz surunkali prostatitdan kengroq o'ylashimiz va abses, buyrakdagi tosh, struktura yoki bemordagi og'riq sindromini qayta baholashimiz va shunga tekshiruv o'tkazib ko'rishimiz kerak bo'ladi. Prostata absesi. Prostata absesi odatda o'tkir prostatit yetarli nazorat qilinmaganda yoki bemorda qo'shimcha kasalliklar, masalan, diabet, immunosupressiya yoki bemorda kateter yoki obstruksion kasalliklar bo'lganda rivojlanadi. Klinik jihatdan bemor antibiotik olayotgan bo'lsa ham isitma, og'riq yoki siydik tutilishi saqlanib qoladi, ya'ni antibiotik ta'sir ko'rsatmayotganga o'xshaydi. Rektal tekshirganimizda mana shu qismda suyuqlikni, absesni fluktuatsiyasi har doim ham aniqlanmasligi mumkin. Shuning uchun ham transrektal ultratovush yoki kompyuter tomografiyasi usulida tekshirishimiz kerak. Va rasmga qaraydigan bo'lsak, aynan bu qismda ikkita mana bu ko'rsatkichlar bilan prostata absesini ultratovushdagi ko'rinishi ko'rsatib o'tilgan.
Davolashda faqat antibiotiklar yetarli bo'lmaydi. Yiringli o'choq katta yoki antibiotikka javob bermaydigan bo'lsa, transrektal yoki transperineal yoki transuretral holatda drenaj qilishimiz ham kerak bo'ladi. Uretrit. Uretritda bemor asosan dizuriya, uretral qichishish, shilliq yoki yiringli ajralmaga shikoyat qilib keladi. Bunda biz laboratoriya tekshiruvlarini o'tkazishimiz kerak, sababi bu holat faqat siydik yo'lning oddiy infeksiyasi emas, balki jinsiy yo'l bilan yuqadigan infeksiyalar ham bo'lishi mumkin va bunda albatta sheriklarni ham baholashimiz kerak, ya'ni jinsiy sheriklarni. Sababi bitta bemorni davolaydigan bo'lsak, u sherigidan yana qayta yuqtirish ehtimoli juda ham yuqori. Bunda nuklein kislota amplifikatsiya testi, ya'ni NAT test, gonokok va xlamidiyani aniqlashda asosiy usul hisoblanadi. Mikroskopiya tekshiruvida esa, ya'ni siydik cho'kmasini mikroskopiya tekshirganimizda yallig'lanish belgilarini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Shuni yana bir marta eslatib o'tishimiz kerakki, bu holatda jinsiy sheriklar davolanmaydigan bo'lsa, bemor yana kasallikni qayta yuqtirib keladi. Shuning uchun ham davo ikkita bemorda, ikkita insonda birdaniga o'tkaziladi. Jinsiy yo'l bilan yuqadigan eng ko'p uchraydigan infeksiyalar va ularni qaysi antibiotik bilan spesifikligi. Masalan, gonoreyada ceftriakson 500 mg intramuskulyar, ya'ni mushak ichiga bir marta yurish yetarli bo'ladi. Agar xlamidiya istisno qilinmagan bo'lsa va unga shubha qilinadigan bo'lsa, doksisiklin 100 mg kuniga 2 marta 7 kun davomida berilishi kerak bo'ladi. O'zi non-gonokokli uretritda doksisiklin birinchi qator preparat hisoblanadi. Agar bemorda simptom qaytalanadigan bo'lsa, bemordan dorini to'g'ri ichganmi, orada qoldirib qo'ymaganmi, shuni so'rashimiz kerak va 60 kun ichidagi jinsiy sheriklari, kontaktlarini so'rab surishtirishimiz kerak. Sababi ular orasida davolanmagani bo'ladigan bo'lsa, aynan kasallikni qayta yuqtirayotganiga shubha uyg'otadi. Va bundan tashqari, mikoplazma genitaliumni ham aniqlashimiz kerak, sababi unga alohida davo preparatlarini buyurishimiz kerak bo'ladi. Epididimit odatda epididimis bo'ylab asta-sekin kuchayuvchi og'riq va shish bilan keladigan kasallik. Orxid esa moyak to'qimasini yallig'lanishi bo'lib, ba'zan virusli etiologiya bilan ham bog'liq bo'ladi. Lekin klinik amaliyotda eng muhim narsa orxid va epididimitni avval moyakni buralib qolishi, testikulyar torsion bilan diagnostika qilib olishimiz kerak. Sababi testikulyar torsionni kechiktirib bo'lmaydi. To'satdan boshlangan kuchli og'riq, yuqoriroqda turgan moyak, ko'ngil aynishi yoki kremasli refleks yo'qligi aniqlansa, bemorda fiziologik ko'rikda testikulyar torsion ehtimoli yuqori bo'ladi. Orxid va epididimitni biz ultratovush yordamida tekshirishimiz mumkin, Doppler rejimida. Agar klinik shubha yuqoriladigan bo'lsa, urologik baholash umuman kechiktirilmaydi. Rasmga ahamiyat beradigan bo'lsak, aynan mana buni biz test deydigan bo'lsak, bu qismda epididimit va unga Doppler qilinganda qonda oqimini ko'rishimiz mumkin. Epididimitni davolashda bemorning yoshi va xavf omili etiologiyani aniqlashga yordam beradi. Masalan, yosh jinsiy faol erkakda ko'pincha gonokok va xlamidiya bilan zararlanish ehtimoli yuqori bo'ladi va unga biz ceftriakson va doksisiklin kombinatsiyasini bersak bo'ladi. Katta yoshdagi odamlarda asosan prostata tufayli obstruksiya holati kechayotgan bo'lishi mumkin yoki yaqinda o'tkazilgan operatsiyadan keyingi jarayon bo'lishi yoki siydik yo'li patogenlari ko'pincha enterik, ya'ni ichakdagi bakteriyalarni uretrani, epididimitni zararlashi natijasida kelib chiqayotgan bo'ladi va bu holatlarda ko'pincha levofloksatsin berishimiz kerak bo'ladi. Siydik yo'llarida uchruvchi maxsus infeksiyalar. Maxsus infeksiyalarni alohida albatta eslab qolishimiz kerak, chunki ularda odatiy antibiotik kursi yetarli bo'lmaydi. Masalan, birinchisi bu urogenital tuberkulyoz. Urogenital tuberkulyozni belgisi ko'pincha steril pyuriya, surunkali simptomlar, epididimisda og'riqsiz shish yoki struktura ko'rinishida kelishi mumkin. Buni tanishimiz kerak bo'ladi. Zamburug'li siydik yo'llari infeksiyasi ko'proq kateteri bor bemorlarda, kateter deyotganlarda yoki diabeti bor bemorlarda yoki immunosupressant bemorlarda ko'pincha uchraydi. Emfizematoz pielonefrit gaz hosil qiluvchi og'ir infeksiya bo'lib, ko'pincha diabet bilan
kasallangan bemorlarda uchraydi. Bundan tashqari HGP ya'ni ksantogranulomatoz pielonefrit ko'pincha buyrak toshi va surunkali yiringli jarayonlar bilan kechadigan kasalliklardan keyin buyrakni destruksiya qilish xavfi yuqori bo'ladi. Antibiotik buyurish shunchaki bu antibiotikni palapartish ishlatishni to'xtatish emas, balki to'g'ri bemorga kerakli dozada to'g'ri antibiotikni berishni ham o'z ichiga oladi. Agar bemorda infeksiya og'ir bo'lsa va bemor agar homilador bo'lsa, qaytalanuvchi siydik yo'llari infeksiyasi kechayotgan bo'lsa yoki bemorda masalan diabet bo'lsa yoki kateter bilan aloqa kontaktda bo'lib turgan bo'lsa, bundan albatta ekma olishimiz kerak. Lekin ekmani javobi 3-5 kun, bir haftada chiqadi. Shuning uchun biz dastlab mahalliy rezistentlik, buyrakni funksiyasi, bemordagi allergik anamnez va infeksiyani qaysi qismini zararlaganiga qarab turib empirik davoni boshlab turishimiz kerak. Va keyinchalik agar bizga ekmani natijasi keladigan bo'lsa, spektrini toraytiramiz, ya'ni davo toraytiriladi. Keng spektrli keraksiz antibiotikni to'xtatib, rezistentlikka mos bo'lgan, ya'ni ana shu zararlayotgan patogen sezgir bo'lgan biz antibiotikni berishimiz mumkin bo'ladi. Va biz eslab qolishimiz kerak bo'lgan narsa, ftorxinolonlarni prostata va ayrim murakkab holatlarda foydali bo'lishini bilamiz, lekin odatiy sistitda avtomatik tarzda ftorxinolonlarni berishimiz bu rezistentlik chaqirib qo'yishga sabab bo'ladi. Ushbu darsimizni bitta klinik kichik case bilan yakunlaymiz. Bemor kelyapti, bemor erkak kishi va 19 yoshda, chap skrotal sohada 5 soatdan beri og'riq mavjud. Og'riq to'satdan boshlangan, ko'ngil aynishi bor bemorda va ureteral ajralmalar yo'q tekshirganimizda fiziologik ko'rikda. Va bu yerda bizda asosiy klinik tashxis, dastlabki klinik tashxis epididimitga qarab yo'nalyapti. Sababi skrotal og'riq mavjud va bemorda ko'ngil aynishi bor. Lekin mana shu yerda savol tug'iladi. Epididimit deb davolashni boshlashimiz mumkinmi? Nima deb o'ylaysiz? Bugungi darsimiz davomida qanday ko'nikmalar hosil bo'ldi? Javob: to'satdan boshlangan skrotal og'riqda testikulyar torjinni istisno qilmaguncha epididimit deb davolash mumkin emas. Ya'ni dastlab testikulyar torjinni istisno qilishimiz kerak, keyin esa agar testikulyar torjin inkor qilinadigan bo'lsa, epididimitni davolashimiz mumkin bo'ladi.